Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar. Mana navbatdagi darvozamizda Yangiqo'rg'on tumani, aniqrog'i Buvayda tumani Poshshopirim qishlog'iga olib kelib o'rnatib berdik. Bu darvozamiz sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, darvozamizda eniga 3,5, balandligi 380 ga bo'ldi. Materiallari listlarimiz 1.8 lik, profillari 6 ga 4 lik, 1,5 stenada, stoykalarimiz 8 ga 8 lik. Taglari konteyner shivillar qo'yib bering deyishdi. Konteyner shivillar qo'yib berdik. Zamoklarimiz har doimgi zubr zamokdan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Sizlari kraskasini shokolad rang qilib bering deyishdi. Shokolad rang qilib berdik mana. Chespaklari ham qo'yib ajoyib chiqdi. Bu darvozani skromniy, kimgaki shunday oddiygina skrom darvoza qiziq bo'lsa, albatta telefon qilaverasizlar. Zamoklarimiz har doimgi zubr zamokdan bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin. Orqalarini ham ko'rsatib o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Orqalari ham tekis bo'ladi. Mana bu joylariga oddiy qilib bering deyishdi, oddiy qilib berdik. Kimgaki sentr zamok qilib bering desa, sentr zamok qilib berilaveradi. Hozir sizlarga katta qanotlarni ochib ko'rsatib o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Buni orqasini ochib ko'rsatib yuboraylik. Akalar, mana hozir ko'rishlaringiz mumkin. Juda tepalari ham juda ajoyib, o'zini holatiga yarasha bo'ldi. Mana ochib yopishlari. Mana atveska, xudo xolasa. Oldi, yopaverim. Hurmatli aziz obunachilar, kimgaki shunday darvozalar qiziq bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Ekrandagi nomerlarga bexijolat bemalol telefon qilaverasizlar. Musofirdagilar WhatsApp, Telegram, hamma ijtimoiy tarmoqlarga ulanganmiz. Bemalol telefon qilib murojaat qilsangiz mumkin. Ramazon oyilarini eson o'tkazib olingizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar.